Hallo zusammen, bu videoda men sizga qanday qilib nemis tilida yaxshi qilib bir taqdimot qilishni o'rgatmoqchiman. Xo'p, birinchi o'rinda biz taqdimotimizni qismlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi qismimiz bu begrüßung, ya'ni salomlashish. Salomlashishni biz qanday qilishimiz mumkin? Birinchi o'rinda hallo zusammen yoki herzlich willkommen yoki oddiy qilib guten tag deb boshlashimiz ham mumkin. Undan keyin biz mavzuyimiz, ya'ni vortragimizni mavzusini tanishtiramiz. Bunda biz ishlatishimiz kerak bo'lgan redimit tillardan biri bu heute sprechen wir über. Ya'ni heute sprechen wir über das Thema Haustiere, masalan. Yoki in dieser Präsentation geht es um das Thema Haustiere. Undan keyin bizda prezentatsiyamiz asosiy qismi, ya'ni Hauptteil keladi. Hauptteil o'z navbatida ham bo'linib ketadi. Ya'ni Hauptteilda aytishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Bular nimalar? Bular o'zimizning tajribalarimiz, ya'ni Erfahrung, shu mavzuning yaxshi va yomon taraflari, Vor- und Nachteile va albatta o'zimizning fikrimiz, ya'ni unsere eigene Meinung. Xo'p, bundan keyin bizda Schluss keladi, ya'ni biz prezentatsiyamizga yakun yasayapmiz. Bunda ishlatishimiz kerak bo'lgan redimit tillardan biri bu zusammenfassend lässt sich sagen yoki kann man sagen yoki aytish mumkin, zum Schluss kann man sagen. Va albatta prezentatsiyamiz yakunida o'tirgan tomoshabinlar yoki kimga prezentatsiya qilayotgan bo'lsangiz, ular bilan xayrlashishingiz kerak, ya'ni Verabschiedung. Aytishingiz mumkin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ya'ni e'tiboringiz uchun rahmat, yoki vielen Dank für das Zuhören, ya'ni eshitganingiz uchun rahmat, yoki bis zum nächsten Mal, keyingi safar ko'rishguncha deyishingiz mumkin. Xo'p, menimcha juda ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi shu qolipdan foydalangan holatda bitta vortrag qilishga harakat qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Okay, shunday bo'lsa biz vortragimizni boshladik. Men shu qolipdan foydalangan, shu redimit tillardan foydalangan holatda sizga Haustiere, ya'ni uy hayvonlari mavzusida bir taqdimot qilishga yordam beraman. Xo'p, biz albatta prezentatsiyamizni salomlashdan boshlaymiz. Hallo zusammen yoki guten Tag, wie geht es Ihnen? Ya'ni biz so'rashib oldik. Undan keyin biz temamizni, ya'ni mavzuyimizni tanishtirishimiz kerak. Aytishimiz mumkin. Heute sprechen wir über das Thema Haustiere. Yoki in dieser Präsentation geht es um das Thema Haustiere. Va shundan keyin biz prezentatsiyamiz asosiy qismi, ya'ni Hauptteilga kelamiz. Asosiy qismda biz birinchi bo'lib turib o'zimizni tajribamizni aytamiz. Men o'zimning tajribamni sizlar bilan bo'lishmoqchiman birinchi o'rinda. Xo'p, als ich Kind war, hatte ich eine Katze. Sie war sehr verspielt und süß. Jeden Tag musste ich mit ihr spielen und sie füttern. Manchmal musste ich mit ihr zum Tierarzt gehen. Deshalb habe ich gelernt, dass ein Haustier eine große Verantwortung ist. Ya'ni bu yerda men o'zim Erfahrung bilan tajribamni aytdim. Menda mushuk borligini, ya'ni menda mushuk bo'lgan ekanligini, yoshligimda mushugim bo'lgan, juda ham shirin bo'lgan, u bilan ko'p o'ynashga majbur bo'lganman, u bilan shifokorga borishga majbur bo'lganman va albatta uy hayvoni bu katta mas'uliyat ekanligini. Va shundan keyin biz Vor- und Nachteile, ya'ni uy hayvonlarining yaxshi va yomon taraflarini aytishimiz kerak. Jetzt komme ich zu den Vor- und Nachteilen. Bei diesem Thema sehe ich einige Vorteile. Die Haustiere helfen gegen Einsamkeit, besonders für ältere Menschen und alleine Menschen sind Haustiere eine gute Möglichkeit, gegen Einsamkeit zu kämpfen. Außerdem bringen die Haustiere in unserem Alltag eine gute Bewegung und es ist sehr vorteilhaft für unsere Gesundheit. Ya'ni bu yerda yaxshi taraflardan boshladik. Yaxshi taraflari albatta hammasini sanab o'tishimiz shart emas. 2-3 ta bersak bo'ladi. Xo'p, uy hayvonlarining asosiy yaxshi taraflari bular qari insonlarga yoki o'z yashaydigan insonlarga sherik bo'ladi, ya'ni yolg'izlikka qarshi vosita bo'ladi va ikkinchisi bu hayotimizga harakat olib kiradi. Ular bilan biz sayrga chiqishimiz mumkin va albatta bu narsa bizning sog'ligimizga juda ham foydali. Endi esa yomon taraflari. Obwohl es Vorteile gibt, sehe ich auch einige Nachteile. Man muss für Haustiere ein bisschen Geld ausgeben, beispielsweise für Futter, für Tierarzt und für Pflegemittel. Darüber hinaus können Haustiere allergisch sein. Ja? Also wir haben solche Menschen, die eine Tierallergie haben können. Oder wir haben solche Menschen, die einen Schmutz in der Wohnung nicht mögen. Hopp.
Yomon taraflarini ham hamma yomon, ya'ni yomon taraflari ko'p, hammasini aytishimiz shart emas, 2 ta yoki 3 ta. Xo'p, uy hayvonlarining yomon taraflari nima? Birinchi o'rinda ular juda ham ko'p pul ketib qolishi mumkin, ularni yemishiga, ularni shifokorga olib borishga va shunaqa. Yana bir yomon tarafi, ular shunday odamlar borki, ularda hayvonlarga qarshi allergiya bor. Yoki shunday odamlar borki, ular uydagi yoki kvartirasidagi ozodalikni yaxshi ko'radi, hayvonlar esa albatta bunga qarshi. Va albatta o'zimizning Meinung, ya'ni o'zimizning fikrimizni beramiz. Meiner Meinung nach sind Haustiere gute Möglichkeit gegen Einsamkeit und sie bringen eine Bewegung zum Alltag. Aber man muss sehr gut überlegen, ob eine Haustier halten kann. Weil ein Haustier keine Spielzeug ist, sondern ein Teil der Familie ist. Ja? Shundan keyin Schluss, ya'ni biz prezentatsiyamizni tugatamiz. Misol qilib aytadigan bo'lsak, zusammenfassend kann man sagen, dass jeder Mensch eine Entscheidung treffen soll, die ihm am besten passt. Ya'ni xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, har bir odam o'ziga tushadigan, o'ziga mos keladigan qarorni qabul qilishi mumkin. Ya'ni uy hayvonini boqishi yoki boqmasligi mumkin. Va albatta xayrlashamiz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, würde ich sie gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal. Xo'p, shunday qilib biz juda ham yaxshi taqdimot qildik deb o'ylayman. Ya'ni biz har bitta Redmit'dan har bitta qismini aytishga harakat qildik. Agar sizga videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Deutschsport jamoasi bo'ldi. Bis bald in Deutschland.